Odatda ayollarni shunaqa odati bor. Uyda bezanmaydi. O'zini erini kelishiga o'zini go'zal qilib turmaydi. Odatda o'zining eri uchun bezanish kerak ayol. Ayollarning asosiy bezanadigan kuni bayram ko'chaga chiqqanda. Mehmonga borganda. Ko'chaga go'zal bo'lib chiqib ketadi. Uyda kampirlarning kiyimini kiyib oladi. Erkak bechara ko'chadan kelsa, uyda kampir o'tiribdi. Ko'chaga chiqsa yosh qizlar hammasi. O bechoralar ham uyga borsa kampir bo'ladi. Faqat ko'chaga qiz bola bo'lib chiqadi. Bu musibat, birodarlar. Er uyga oshiqishi kerak. Er uydagi eng go'zal ayolini go'zal suratda ko'rish kerak. Zotan uylanayotganda ko'rib olgan, yuragi jiz qilganmi, o'shani ushlab qolish kerak ayol. Ayolda juda ish ko'p.